Endilikda ayolning yashash uchun ijara to'lovlari eri tomonidan to'lab beriladi. Demak do'stlar, diqqat qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2025-yil 9-aprelda tasdiqlangan 10.53 sonli qonun bilan Uy-joy kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, endilikda ayolning yashash uchun ijara to'lovlari eri tomonidan to'lab berilishi belgilandi. Buning uchun ayoli erining yashash uyiga majburiy tarzda kirish uchun da'vo ariza kirish kerak bo'ladi. Shundan so'ng eri men ayolni bu uyga kiritmayman, unga boshqa uy olib berib, ijara to'lovlarini o'zim to'lab beraman deb ayol bilan kelishadigan bo'lsa, shu holatdagina eri tomonidan ayolning yashash uchun ijara to'lovlari to'lab berilishi mumkin. Bundan boshqa holatlarda yashash uchun ijara to'lovlari to'lab berilmaydi. Shuningdek, er-xotin o'rtasida qonun nikoh bo'lishi kerak. Agarda qonun nikoh bo'lmasa, ijara to'lovlari to'lab berilmaydi. Ushbu qonun rasman e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Demak do'stlar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda huquqlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qiling.